Assalomu alaykum, qadrli talabalar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Almardan va Salomat Bobanazarovna umumiy pedagogika va psixologiya fani yuzasidan oilaviy tarbiya uslublari mavzusidagi ma'lumotlarimizni o'zlashtirib olishga harakat qilamiz va ushbu mavzu yuzasidan bizda uchraydigan muammolar yoki asosiy tushunchalarni sharhlab, izohlab olishga kirishamiz. Biz bilamizki, har doimo o'zbek xalqida azaldan oila, ota-ona, farzand yoki er va xotin munosabatlari doimo o'zgacha qadrlanadi va aynan oila sohasida, oiladagi farzand sohasida yoki er xotinlar munosabati to'g'risida bizda o'zbek xalqimizda juda katta qadriyatlar, an'analar bor. Va bu borada bir qator o'sha mutafakkirlar ham o'zlarining asarlarida juda qimmatli fikrlarni bildirib qolishgan. Va bu mutafakkirlardan Alisher Navoiy yoki Farobiy yoki Xorazmiy va bunday mutafakkirlarimizni juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Har bitta o'sha sharq allomasi yoki sharq mutafakkirlari oila borasida, farzand tarbiyasi borasida o'zlarining qimmatli fikrlarini yozib qoldirishgan va shunday qadrli bo'lgan, qimmatli bo'lgan fikr mulohazalardan aynan keling Abu Ali ibn Sinoni o'sha Tadbir al-Manozil asarida keltirilgan ayrim faktlarga to'xtalib o'tamiz va ushbu asarda ko'ra oilada er va xotinning yaxshi sifatlarini sanab o'tilishiga Ibn Sino sanab o'tganlar va shunday xulosaga kelganlarki, hamma ota-onalardan so'rasangiz, sizga qanday farzand kerak deb, ular albatta yaxshi, tarbiyali, muvaffaqiyatlarga erishgan farzandlarga ega bo'lishni xohlaydi va bu xohishni o'zi kamlik qiladi. Ibn Sino ta'biri bilan aytganda, oilada er va xotinni yaxshi sifatlarini o'zlari yaxshi sifatlarga ega bo'lishi, yaxshi farzandga ega bo'lishning birinchi qadami bo'lib hisoblanadi. Odamning o'zi yaxshi bo'lsa, o'zida yaxshi sifatlarni tarkib toptirsa, albatta uning farzandlari ham yaxshi shaxslar bo'lib yetadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Va ota-onalarni o'zlaridagi eng ijobiy sifatlarga ega bo'lish qatorida Ibn Sino shunday ta'kidlaydiki, ya'ni o'sha siz gaplashish yoki fikrlay olishda doimo xayrixoh talablarga rioya qilgan holda ish ko'rsangiz, o'sha sizdagi farzand tarbiyalash yo'lidan adashib ketmaysiz va to'siqlarga duch kelmaysiz. Bolada yaxshi xarakter va xulq-atvorni tarbiyalash uchun uning shaxsini hurmat qilish kerak, uni sevish kerak va e'zozlash lozim. Uni oldida yomon gaplarni gapirmaslik kerak, ortiqcha harakatlarni qilmaslik kerak va lekin o'sha tarbiyada talabchan bo'lishligi lozim deb o'zini g'oyasini ilgari surgan va bu g'oyaga ko'ra biz o'sha bola oldida yomon gaplarni gapirmaslik yoki ortiqcha harakatlardan o'zimizni tiyib turishimiz va lekin uni tarbiyalash jarayonida ushbu jarayonning o'zida talabchan bo'lishligimizni har doim yodimizda saqlash kerakligini uqtirib o'tganlar Ibn Sino o'zlarining fikrlarida. Va aynan shu fikrlarda keltirilgan eng bitta so'z, ya'ni bolani shaxsini hurmat qilish, bu haqiqatdan bola tarbiyasidagi eng shart bo'lgan vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Oilada o'sha oila bu inson tarbiyasining yoki farzand tarbiyasining eng asosiy bo'g'ini bo'lib, bolani kelajakdagi ko'p narsa unga bog'liq. Ya'ni oilada qanday tarbiya olinganligi bola kelajagini, taqdirini hal qilishga ta'sir ko'rsatadi va oilada yashayotgan kichkintoylarga nisbatan kattalarni qanday tarbiyani afzal ko'rganliklari uning kelajagi hayotini belgilab berishiga ta'sir ko'rsatishini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Uni kichkinaligida unga berilayotgan tarbiya, unga berilayotgan bilim uni kelajagiga juda katta ta'sir o'tkazadi. Va shu yuqoridagi talablarda jazolash yoki uni mukofotlash kabi ikkita vazifani bir-biriga mos kelishi juda ham ahamiyatli bo'ladi va biz bolalarni agar ular xato qilganda balki ular uchun mos keladigan jazo turlari yoki u yutuqqa erishganda mukofotlashimiz bir-biriga mos bo'lishimiz kerak. Ya'ni mukofot juda kichik yoki jazo juda katta bo'lmasligi lozim.
va bundan tashqari o'sha tarbiyalash jarayonida uslublarimizni salbiy va ijobiy tomonlari bir-birida doimiy muvozanatda bo'lishi kerak. Ya'ni tarbiya shunaqa bo'lar ekan deb juda qattiq qo'llik bilan jazo turini namoyon etuvchi salbiy tarbiya turini tanlay bilmasligimiz kerak. Tarbiyalashdagi uslubning salbiy va ijobiy jihati har doim bir-biriga muvozanatda va muvofiq bo'lishligi bolani to'g'ri tarbiya qilishga katta yordam beradi. Oila bu bolani o'sha tarbiyasini, rivojlanishini boshlanadigan jamiyatning eng asosiy bo'g'ini ekanligini hamma biladi va bu shunchalik ko'p qirraliki va sog'lom shaxsni yaratishni balki oilada amalga oshirilgan to'g'ri tarbiya jamiyatga sog'lom shaxsni yaratib beradi yoki buni yo'q qilish ham mumkin. Ya'ni insondagi ruhiy sog'lomlikni yo'q qilib, jizzaki, agressiya yoki butkul o'zini qarama-qarshi ifoda etadigan shaxslarni ham tarbiyalab qo'yish bu oilada sodir bo'ladigan voqea hodisa sifatida kuzatiladi. Bolani ehtiyoji va uni o'ziga xos bo'lgan imkoniyatlari rag'batlantiriladi yoki o'zini o'zi amalga oshirishda to'sqinlik qilinadigan, to'siq yaratiladigan joy ham bu oila bo'lib hisoblanishini unutmasligimiz kerak. Har bir oila bolada o'ziga xos bo'lgan butun olam haqidagi qiziqishlari yoki har bitta oilada shu oilada yashayotgan shaxslarning qiziqishlari va qadriyatlari namoyon bo'lib turadi. Va ushbu oilalarda tarbiya topayotgan bolalar ham oila a'zolaridagi mavjud bo'lgan qiziqishlarni yoki qadriyatlarni hurmat qilish bilan o'zlarini kelajakdagi tabiatlarini belgilab oladilar. Chunki ular bolalardagi bitta psixik jarayonni biz yoddan chiqarmasligimiz kerak. Bolalar ota-onalarning xatti-harakatlariga nisbatan juda sezgir va uni butun bir jamiyat uchun odatiy hol deb qabul qiladilar va agar ota-ona oilada shu qanday xatti-harakatni sodir etsa, bola meni ota-onam mendan katta va u har doim to'g'ri ish qiladi deb o'sha xatti-harakatni sezgirlik bilan o'zlashtirib oladi va jamiyatda oilasida o'rgangan xatti-harakatni qayta takrorlaydi. Chunki bizni oilamizda bo'layotgan ushbu xatti-harakat jamiyatning barcha sohasiga to'g'ri keladi deb o'zini bolalarcha psixikasi bilan qabul qilib olgan bo'ladi va bola va ota-onani kelajakda shaxsni jamiyatdagi xulq-atvorini ko'rib borsangiz, demak u ota-ona oilada shunaqa munosabatlarga asoslangan tarbiyani egallab olganligi haqida xulosaga kelishimiz mumkin. Masalan, biz tarbiyali shaxslarni uchratsak, bu oilasida juda yaxshi tarbiya topgan deymiz yoki bolalarni ayrim tarbiyasizlik xatti-harakatlarini ko'rib qolsak, darrov uydagilaring sen tarbiyalamaganmi degan ta'na bilan unga nisbatan munosabat bildirishimiz shunchalik ushbu holatni insonlar ongiga singib ketganligidan dalolat beradi. Oilada ota-onalarni 4 ta turi mavjud bo'lib, ular bola tarbiyasida o'sha 4 ta usuldan bittasini ishlatadilar. Aralashmaslik, diktatura, hukmronlik yoki vasiylik, mana shu 4 ta uslubni ular tanlab olib, bolalarni o'sha tarbiyalashni amalga oshiradilar va oilada agar aralashmaslik usulida bola tarbiyalanayotgan bo'lsa, bolaning qadr-qimmati va uning mustaqilligi muntazam ravishda bostirilib boriladi. Agar bunday qarorlar asosli bo'lsa, ya'ni biz bolani barcha talabini, xohishlarini har doim bostirayotgan bo'lsak, agar asosli bo'lsa, bola noto'g'ri xatti-harakatni sodir etayotgan bo'lsa, bunday bostirish asosli. Agar u noto'g'ri xatti-harakatni qilmasdan o'zini rivojlantirish uchun ayrim xulosalarga kelayotgan bo'lsa, bunday boladagi bu shijoatni bostirish nohaqlik bo'lib hisoblanadi va ayrim ota-onalar shu bolada undagi ehtiyojlarni eshitib ko'rish, uni qiziqishlarini qadrlash o'rniga uni o'zlaridagi o'sha g'ururini kamsitish bilan, uni keskin norozilikni bildirish bilan o'zlarining tarbiyasini ko'rsatadilar. Bolani fikrlarini hurmat bilan eshitib turish va uni qaysi gapi noto'g'ri, qaysi gapi to'g'ri ekanligini erinmasdan izohlab berish ahamiyatli. Uni birdaniga qo'pollik bilan, norozilik bilan bostirib qo'yish bu bola g'ururini kamsitilishi bilan barobar bo'lib hisoblanadi va natijada bunday bostirilganlik, g'ururning kamsitilganligi bilan ulg'aytirilgan bolalar ko'pincha ularda aynan ikkiyuzlamachilik,
va qo'pollik kabi xususiyatlar shakllanadi va hattoki ular bora bora ota onalardan nafratlanib qo'yishadi. Va agar bolalarda o'sha qarshilik buzilsa, ya'ni hamma ularni ehtiyojlari, qiziqishlari qadrlanmay, inkor etilib kelaversa, ularda faollik, mustaqillik va o'ziga bo'lgan ishonch yo'q qilinadi. Natijada ota-onalardan o'sha bu qolgan uslub unchalik yaxshi natija bermaydi. Ya'ni o'sha aralashmaslik yoki diktatura va avtoritar munosabatni ifodalaydi. Ushbu bola tarbiyasidagi avtoritar uslub munosabatlari ota-onalardan bolalarni ajratib qo'yadi va ularni ahamiyatsiz qilib ko'rsatib qo'yadi va bolalar o'zlarini oilada juda ham nomaqbul his qiladi. Ular o'zini o'rni ekanligini va mehr o'chog'ini his qila olmaydilar. Har doim ularda qo'rquv hissi baland bo'lib turadi. Oila insonni tug'ilishidan boshlab undagi shaxsiy fazilatlarini rivojlanishiga ta'sir qilayotgan eng muhim bitta bo'g'in va bolalarni yaxshi tarbiyalash jamiyatda kelgusida yaxshi shaxsni tarbiyalab berish bilan aloqador. Va agar kattalar chaqaloqni tarbiyalashda qatnashmasa, bolalar taqlidni amalga oshira olmaydilar. Agar ular taqlid qilmasa, psixik rivojlanmaydilar va har qanday holatda ham siz odatda bolalarni ustidan hukmronlik qilishga yo'l qo'ymasligingiz kerak ularni tarbiyalashda. Ko'pincha zamonaviy ota-onalar o'zlarining shaxsiy ishlari tufayli bolalarni yolg'iz qoldirishadi. Ya'ni ishga ketishadi va yolg'iz qoldirish deganda bironta yaqin qarindoshidan iltimos qilishadi yoki begona insonlar xizmatidan foydalanishadi va bu bolaga juda og'ir botadi. Ayniqsa ayollarni juda uzoq muddatda bolasini yaqin qarindoshlarda yoki begona kishilar qarovida qoldirish bolalarga salbiy ta'sir qiladi. Chunki ular bolani mehr ulg'aytiradi va u onadan yoki otadan oladigan mehrini boshqa hech bir yaqin insonidan ola olmaydilar. Shuning uchun bolaga juda uzoq muddatda uni yolg'iz tashlab ketish ma'qul emas. Ya'ni shaxsiy ishingiz, yumushingiz bo'lsa ham yaqin 1,5-2 soat atrofida o'z farzandingizdan xabar olishingiz uni tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bola o'zini atrofida yaqinini his qilsa, u tezroq katta bo'lish uchun va sog'lom bo'lish uchun eng asosiy energiyani qabul qiladi va bolani shaxsiyatini shakllanishda oiladagi tarbiya usulini jiddiy ta'sir qilish haqida gaplashdik va ota-onalar farzandlariga to'g'ri xulq-atvorni shakllantirishda o'zlarini to'g'ri deb bilgan harakatlarni rag'batlantirishga bog'liq bo'lganda yordam berishi mumkin. Ya'ni men to'g'ri qilyapman. Har bitta ota-ona sifatida o'zingizni bajarayotgan xatti-harakatingizga doim ziyrak bo'ling va men to'g'ri harakat qilyapman degan ishonch sizda bo'lsa, ushbu harakatingiz haqiqatan to'g'ri bo'lsa, bu sizni farzandingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi vaziyatda esa bu taqlidga asoslanganligini e'tirof etishimiz mumkin. Bola ota-onani harakati bilan bir xil bo'lgan xatti-harakatni ko'chirib oladi va bu xatti-harakat jamiyat to'g'rimi yoki noto'g'rimi u bolalarcha aqli bilan hisob-kitob qilib o'tirmaydi. Oilaviy tarbiya natijalarida ko'ra yo o'ziga ishongan, o'zini tuta biladigan, yangi vaziyatlardan qochmaydigan va deyarli har doim yaxshi kayfiyatda bo'lgan bolalar ulg'ayadi yoki buni aksi ham bo'lishi mumkin. Va tarbiyaning yetakchi turlaridan biri bu vasiylik turini ham eslatib o'tishimiz kerak. O'z farzandingizga odatda haddan tashqari o'sha qiyinchilik va tashvishlardan himoya qilishni hamma ota-ona yaxshi ko'radi, lekin bu normadan oshib ketsa, siz boladagi o'sha chidamlilikni yoki qiyinchiliklarni yengib o'tishdagi qobiliyatlariga salbiy ta'sir qilib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni ota-ona farzandida yuzaga keladigan har qanday ehtiyojni qondirish uchun borini bergisi keladi. Va bolalar oilada o'sha ularda qoida tariqasida voqelikka duch kelganda muammoni yechishga ular tayyor bo'lmay qoladilar. Agar siz farzandingiz uchun hamma narsani o'zingiz qilaversangiz va ularda o'sha mustaqillikni rivojlanishida yoki odamlar bilan aloqa o'rnatishda qiynalib qolishlari mumkin va aralashmaslik usuli ota-ona va bolani mustaqil hayotiga asoslanadi va shunday qilib ikkita dunyo asosiga qurilgan ota-ona va farzandlar vujudga keladi va bular orasida ko'pincha to'siqlar yoki jarliklar chiziq tortilgandek ota-ona bir tarafda, farzand bir tarafda bo'lib qoladi. Va tarbiyadagi liberal uslub bu juda yaxshi uslub emas. Ko'pchilik buni nomaqbul uslub deb aytilgan emas, chunki ota-ona bilan ota-ona
farzand bilan deyarli shug'ullanmay qo'yadi va tarbiyada bu usul yaxshi emas va taqiq cheklov qo'ymasligimiz ham bolaning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va bunday bolalar ulg'ayganda qadriyatga ega bo'lmagan shaxslarga aylanib qolishligi mumkin. Mavzumiz juda qiziqarli va bahsli. Agar sizda savollar paydo bo'lsa, ekraningizdagi quyidagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.